Kunlarda birida Umar ibn Xattobni xalifa bo'lib turgan paytida eshigini biroq qoqib qoldi. Quloq solib tursa, ayoli Umar ibn Xattobga baqiryapti. Umar ibn Xattobdek kishi indamay turibdi. Ozgina turdi, qarasa, boyaga vaqir-chaqir, shovqin-suron to'xtamayapti. Sekin orqasini qilib ketib qoldi. Umar ibn Xattob boyaga eshikda qoqqanini eshitdi-da, borib ochdi. Ochsa, hali odam ketyapti. "Beki" dedi. "Nima taqillatdingmi, nima qaytib ketyapsan?" dedi. Hali kishi aytdi: "Amiral mu'minin, ayolimdan shikoyat qilib keldim. Qarasam, sizni ayolingiz ham menikidan qolishmas ekan. Siz Umar al-Faruq bo'lsangiz ham indamay turibsiz" dedi. Ya'ni ko'ring, mana shunday bir buyuk, zabardast, ulug' sahobalar, butun dunyoni titratgan sahobalarning ayollari erlariga shunday bir baqirsa, indamay qo'yapti. Bu degani nima degani? Laim bo'lib yengandan ko'ra ayolni karim bo'lib avf qo'yishlik ustunroq bo'lar ekan. Bu dunyo birodarlar mehnat, mashaqqat hovlisi, rohat hovlisi emas. Bu dunyoda hamma yo'g'ini tekis bo'lishini kutishlik to'g'ri emas. Agar kim bu dunyoni haqiqatini nima ekanligini tushungan bo'lsa, dunyoni kengligi kelganda quvonmaydi. Bu kengligi ketib qolsa, torlikka kirib qolsa, bunga qayg'urmaydi. Dunyo mushkulalardan iborat. Dunyoda hayotingizda bir kamchilik, nuqsonli bo'lishingiz bo'lsa, hech muammo bo'lmasa, hech kim o'lgisi kelmay qoladi. Hech qanday bir muammoingiz yo'q, soppa-sog'siz. Dunyo o'shuncha, o'g'il qiz o'shuncha, hamma narsa bor. Allohga yo'liqishlikni xohlamay qoladi odam. O'ylang endi, dunyo bir xil bolasi bo'lsa, unga sarflaydigan puli yo'q. Bir odamni ayoli soliha, lekin farzandi yo'q. Yana bir odamni qarasangiz, farzandlari serob, lekin bular noqobil. Demak, nuqson, kamchilik bu dunyoda bo'ladi. Bir kam dunyo bo'lishligi siz bilan biz uchun yaxshi bir fitnalardan omon holatda iymoni bilan ketib olishligi katta boylik. Katta boylik. Bir hadis qudsi o'qib beraman. Va izzati va jalali dedi Alloh taolo. La aqbizu abdiyal mu'min va ana uhibbu an arhamahu. Ustimizga kelayotgan kun qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar xursandchilik bilan, rozilik bilan qabul qilishni o'rganamiz agar tushunib yetsak bu hadisda. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: "Azizligim va ulug'ligimga qasamki, mo'min bandamning jonini olar ekanman, men unga rahim qilishni xohlayman. U qilgan har bitta xato uchun uni jazolayman. Dunyoda o'zida Alloh taolo bizdan gunoh sodir bo'lsa, dunyoda jazolayotganligi yaxshilikning belgisi. Qo'l qarilib qoldi, oyoq qarilib ketdi, mashinani aynagi sinib ketdi, bir musibat keldi, sizga yoqmaydigan ish. Biling, birodar, bu sizning foydangizga bo'ldi. Chunki bitta xato o'tgan edi, Alloh taolo shu bitta jazoni berib turib, juda ko'p xatolaringizni yuvardi. Alloh taolo aytadi: "Jasadidagi kasal yoki rizqidagi torlik bilan sinayman, balolayman. Molidagi yoki bolasidagi musibat bilan jazolayman. Shunday qilib musibatning orqasidan gunohlarni yo'raman. Agar undan yana gunoh qoladigan bo'lsa, agar undan gunohdan biror narsa yana qolgan bo'lsa, nima qoldi unga dunyoda? Oxiri yetadigan musibat. O'lim sakaroti. O'lim sakarotini qattiq qilaman, oxirida shu bilan yuvib tashlayman" deyapti Alloh taolo. Shunda u menga xuddi onasi uni tuqqan kunidagi holidek ro'baro bo'ladi. Demak, Alloh taolo siz bilan bizga bergan har bitta bizga yoqmaydigan kun bizning foydamizga. Tijorat bo'lmayapti. Og'riyapsiz. Qandaydir bir muammo, tashvishga kirib qoldingiz. Mana shularning bari sizning gunohlaringizni kafforat qilyapti, birodar. O'shuning uchun bemor odamni kelgan paytda mana shu narsani eslatishlik kerak. Birodar, qilgan gunohlaringizga kafforat mana shu kunlaringiz. Rozi bo'ling, rozi bo'ladi.